Assalomu alaykum, Vodiyalik obunachilari, internet tarmog'ini kuzatuvchilar. Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga ham yetib keldik, mol bozoriga, hayvon bozoriga. Bugungi syomkamiz yosh xunajinlar bo'ldi. 3 dona ena bola, bitta katta bo'g'oz molini oldik. Hop. Endi qo'ldan kelgancha syomkalar qilyapmiz bu bozorda. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Layklarni ayamasdan bosaverasizlar. Obuna bo'lishni ham unutmanglar akalar, qadrdonlarim. Yemoq ichmog'iga javob. Xunajinimiz o'zimizni jaydari, lekin bilganlar angusga gibridga kerak deb o'yladim men. Qolgan bilganlar kommentariyga yozib ko'rasizlar. 10 million kam bor dedingizmi? Bozor qilgan bo'ldimi aka? Qo'lingiz ushab. Hali qo'lingiz ushab baho bermadi. Bo'ldi. Yemoq ichmoqga javob deyapti. Xunajinimiz o'zimizni jaydariga angusni gibrid ekan, mana ko'rishlar. Aka, yemoq ichmoq yaxshimi? 200%. 200% javob. Bir hafta sinovi bor. Bo'ldi. Ko'ziga nima bo'lgan? Qo'llari qilingan, tuzalyapti. Tuzalyapti? Bo'ldi. U ziyoni yo'q. Papaymi? Necha bilyapmiz? 8 million so'mga sotaveramiz. 8 million berganga shuni beraveramiz. O'zi 8,5 kami bor. Bo'ldi mana. Yaqin qilib aytayapti, 8,5 kami bor, 8 ga shuni beraveraman deyapti. Jalaquduqda eng arzon bo'zak mana shu bo'ldi mana. Desam, SSR'ning urug'idan deyapti mana. Hasilkash akamiz ekan. Ko'rishinglar mumkin. Omon-omon mollar zamon davridan kelayotgan bo'zaklardan deyapti. Yemoq ichmoq yaxshimi? Necha deyapsiz? 10 kami. 10 million so'm kami bor. Bozor qildimi buni qo'l ushab? 9 million. 9 million qildi. Bermadingiz. Bu. Yosh xunajinimiz. Ko'rishlar. Yemoq ichmoq yaxshimi chiqilib? Zo'r, yemoq ichmoq hammasiga javob. Javob. Bir hafta sinovi bor, a? 5,5 million Kami bor. kami bor. 4,5 beramiz. Shitir tashaganga 4,5 million beraverasiz. 4 millionga bera olmaysizmi? Oz bo'lib qoladi. Sizlar 1 million tushib beradigan odam yo'q bu yerda. Ko'rishinglar mumkin mana. Zot qanday desak, o'zimizni jaydarlardan deyapti, hurmatli obunachilar. Ko'rishinglar mumkin. Shved qo'shinlar ekan. Hoji tog'a, yemoq ichmoq qanaqa? Aybi yo'q. Aybi yo'q, salomatligi joyida. Bir hafta sinovi bor. Bo'ldi. 13 million kami bor jupiga. 6,5 milliondan. Ha, bo'ldi. 6,5 million so'mdan kami bor. 13 million jupiga. Necha pul qildi bozor? 4 tahar, 6 million 4 tahar. 6 milliondan 12 millionga 4 tahlaydi. Berishaman, qo'shsa beraman. Bera olmaysizmi? 500 mingdan ishlataman. 500 mingdan o't bermaysizmi? 200 ming qo'shib bersa beraveramiz. Ha? Bo'ldi. Şey deb qopti mana. O'zi yaqin qilib aytib tog'amiz. Toza shved qonigacha tekshirsin deyapti mana. Qonini rentgen qilsa holati deyapti mana. Ko'rishinglar. Uzoqroq olaylik. Aka, yemoq ichmoq qanaqa? Yemoq ichmoqga javob. Javob. Bir hafta sinovi bor. Bir hafta sinov olamiz. Bo'ldi. 11 million kami bor. 11,5. Ha, 11 million 500 kami bor. 11 million kami bor qilib qo'ying, aka. Aka necha pul berdingiz? 8 million 100 berdingiz. Bo'ldi mana. Olar akamiz 8 million 100 ming beribdi. Ko'rishinglar. Vodi Olex. Olex. Salomatligi, yemoq ichmog'i
garant deyapti, 100% joyida deyapti mana. Ko'rishinglar mumkin. Akamiz depaladi mana. Millet yapamaz öyle. 9 milyon 500 ming bu. 9 milyon 500 deyapti narxini. Yarmaga yetmadi endi. Berasiz buni. Aka, necha pul qildingiz? Yarma oyog'ini ko'tarasiz. Ha, bo'ldi, hali qiladingiz. Bo'ldi mana. Aka, yemoq-ichmoqga javob deyapti, bir hafta sinov bor. Bozor qilgan necha pul bo'ldi? Bozorga 8 ya. 8 milyon 500 qildi, bermadi hali. O'zimizni jaydari unajillardan mana ko'rishinglar mumkin. Yemoq-ichmoq hamma yo'q joyida, bir hafta sinovi bor. Bir hafta pulidan yarmini olib qoladi. Bo'ldi mana. Qanaqasiga ham kelishaveramiz. Bo'ldi mana. Qo'shnisiga yoqmasa ham qaytarib beraveradi. Ha, bo'ldi, tushundim mana. Bemalol. Nech pul deyapsiz? 9,5 kami bor. 9 milyon 500 ming kami bor. Bozor qildimi, qo'lda ushlab? 94 qildi, 95 qildi. Ikkita odam. Hozir ham mana shu har dori bor. 94 95 qildi. 85 84 qildi. Ha, shunday. Hayron bo'ldim, 9,5 million. 8 milyon 400, 8 milyon 500 qildi bermabdi mana. Yemoq-ichmoqqa javob berdik. Bo'ldi mana. Aka, nomeringizni ayting. 93lik aka. 93lik 066 066 69 69. 269 69 69. Ismingiz? Hasan. Hasanboy aka deb aloqaga chiqarasizlar. 11 milyon so'm kami bor, yemoq-ichmoqga javob. O'zimizni jaydari hunajinlarimizdan biri. Bozor qildimi? Bozor qilyapti. Nech pul qildi balanti? 9,5. 9,5 qildi balanti. Bermadingiz. Endi qo'l ushlab qilgani bo'lmabdi hali. Ha, qo'lingiz ushlab 9,5 qildi. Bo'ldi mana. 9,5 ga berildi. Yemlangan qushxonaga ekan to'g'rirog'i. Qushxona uchun naqilgan ekan. So'mga qilindi. Ko'rishinglar mumkin. Endi yemoq-ichmoqni so'rasak, endi bu qushxonaga ketadigan gapni ochig'i. 22 milyon kami bor. 18 milyon qil dedingizmi? 18 millionga bermabdi mana. Zoti qanday desak, aka zotini bilmay tirishkili deyapti. Ana shvedga gibrid ekan, a? Bilganlar kommentariyga yozib qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Aka, yemoq-ichmoqi yaxshimi? Bir hafta sinovi bor-a? Bo'ldi, bir hafta sinovi bor. Narxi 15 milyon 500 ming kami bor ekan. Orqa tomonlari. Bozor qildimi? 13 milyon 500 ming berdi. Demadingiz. Ha, bo'ldi. O'zimizni jaydari xunachilarimiz mana. Ko'rishinglar mumkin, hurmatli obunachilar. Yemoq-ichmoqiga garant bormi desam, aka bir hafta garant bor deyapti. 10 milyondan kami bor-a? Bo'ylari bir o'g'il. Bo'ylari bir o'g'il. To'xtab, metrim bor-ku. Shunda ya buni ololmayman ekan. Pitir qilyapti. Tak, bozor qildimi aka? 27 milyon bo'ldi. Uchovsini 27 million qildim. Qaysi uchinchisi? O qizilmi? Ha, bo'ldi. Uchta xunajini bor ekan, uchovsini 27 million qildi. Hurmatli obunachilar, keyingi shved gibridimiz. Bo'g'oz ekan, qonidagi ikkinchi tug'ish ekan. Aka, yemoq-ichmoq yaxshimi? Bir hafta sinovi bor-a? Yemoq-ichmoqiga. Nech pul deyapsiz? 22 million kami bor deyapsiz. Akamiz nech pul qildi? 17 milyon beryapti uni. Akani olib qo'ying. Yo'q, meni olmayman. Yo'q, qo'linglarni olib qo'yapman. Mayli. Qisqasi ikkitasi kelib 500 dan qo'shdim, 18 olib qoldik. 18 million bo'lib qoldi. 18 million. Baraka bo'lib qolibdi unda aka. Men aytilgan narsaga sotilmaydi bu. Bozorda bu. Men mana shu bloger bittaman.
Nasıl blogunu bo'layapti, bilib gapiradi omachi. Bu akalardan har biri bor. Aka shunga aytyapman. Voy, nech pul berdi? Aka 18 million so'm pul berdim aka. Xolis o'zingiz ayting, chiroyli savdo qildim aka. Zo'r savdo. Gapirsin. Nima uchun bergingiz kelmayapti? Yarimga qo'yib berasiz. Yarimga ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Sendan nima ketdi? Qo'shqo'shda pulda u. 18,5 million. 18,5 million berasan. Nima Olti kuraylik xunajinimiz. Mana qisir. Qisirmi bo'g'ozmi desam. Qisirmi? Bo'ldi, qisir ekan mana. Hurmatli obunachilar. Ko'rishlaringiz mumkin. Aka, yemoq, ichmog'i yaxshimi? Yo'q, yemoq. Bir hafta sinovi bor-a? Bir hafta sinovi bor. Nech pul deyapmiz? 25 deyapsiz. 25 million. Oldin tuqqanmi? Ikkita tuqqan oldin, bo'ldi. Oldi ikkita tuqqan, hozirda qisir 25 million so'm kami bor ekan.